bugungi kunda ko'rdinglar, har bitta uyga kirib o'lchab chiqish bu endi hammani o'zini sohani tanlaydi yoki yaxshi ko'rgan sohasi bilan qiladi, lekin oson ish emas. Yoki bir sohaga achinish uyg'otish maqsadida emas, lekin mehnati og'ir va issiq sovuq kunlarda bo'lsa ham, shu yozni issig'idami, hozir mana keldim, bizning kunlik rejamiz bor. Faqatgina shu mutaxassislarimizni o'ylagan holda yog'ingarchilik bo'lgandan tashqari sovuq issiqqa qaramasdan reja qilib olganmiz. Va bugungi kunda shu 4,5 ming xodim ana shuncha uyni qilgan va o'rtacha oladigan bo'lsak, kuniga bitta xodimga 3 tadan xatlov qiladigan xodimlarga reja qilingan. Bu uni kundalik bizlar tomonidan yoki fuqarolar tomonidan kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan birga. Ya'ni uni hech kim bekor qilmadi hali. U bizni notariuslar ham ishlayapti yoki qurilishlar bo'lib turibdi, rasmiylashtirishlar bor. Shu bilan bir qatorda. Agar uni oladigan bo'lsak, kunlik yuklama faqat muhandisga 5 tadan oshiq. Davlat ro'yxatdan o'tkazuvchi registratorlarimizni esa ularga 50 taga boryapti. Kunlik nagruzkasi. Yuklamasi deylik.